Chorsu, Toshkent. Toshkent shahri bozorlarida tijoriy maqsadda video olish uchun endi pul to'lashga to'g'ri keladi. Boisi poytaxt hokimi Shavkat Umurzoqovning qarori bilan bozorlar yoki savdo komplekslarida video yoki tasvirga olish pulli bo'ldi. To'lov miqdori soatiga 5 million so'm. Bu tartib chet el fuqarolari va ommaviy axborot vositalariga taalluqli emas. Qaror bilan bozor avtoturargohlarida yengil avtomobillar uchun yangi to'lov miqdorlari ham tasdiqlandi. Bunda shanba, yakshanba kunlari uchun tariflar oshirilganini ko'rish mumkin. Hujjatga ko'ra, bozor avtoturargohlarida mashinani 20 daqiqagacha qoldirish 5000 so'm, 40 daqiqagacha qoldirish 7000 so'm, 1 soatgacha 8000 so'm, 2 soatgacha 9000 so'm, 3 soatgacha esa 25000 so'm, 4 soatgacha vaqt uchun 35000 so'm to'lash kerak bo'ladi. Agar mashina avtoturargohda 4 soatdan ortiq qoladigan bo'lsa, 50000 so'm to'lash kerak bo'ladi. Ish kunlarida esa tariflar nisbatan pastroq bo'lib qoladi. Yangi tartib bozorlar yaqinidagi tirbandliklarni kamaytirish va avtoturargohlarga tushadigan yuklamalarni tartibga solish bo'yicha joriy etilgani qayd etilgan.